2025 yilda taqdim etilgan Chevrolet Damas yana bir bor iqtisodiy, sodda va ishonchli transport vositasi izlayotganlar uchun eng maqbul variantlardan biri sifatida e'tiborni tortmoqda. Ushbu model uzoq yillar davomida O'zbekiston yo'llarida o'zini oqlagan bo'lsa, yangi avlodda ham o'zining amaliy jihatlari va soddaligi bilan ajralib turadi. 2025 Damas avvalgi modellar kabi ixcham o'lchamga ega bo'lib, tor ko'chalar va gavjum shahar hududlarida bemalol harakatlanadi. Uning tashqi ko'rinishi juda katta o'zgarishga uchramagan bo'lsa ham, yangi faralar, yangilangan bamper va biroz zamonaviylashtirilgan dizayn avtomobilga yanada joziba beradi. Mashinaning eng katta ustunliklaridan biri uning tejamkorligi hisoblanadi. Butun 8 litrli benzin dvigateli katta quvvatga ega bo'lmasa ham, kundalik ishlar, shahar ichidagi tashishlar va kichik biznes uchun yetarli darajada samarali ishlaydi. Yoqilgi sarfi past bo'lib, bu ko'plab haydovchilar uchun muhim ustuvorlik sanaladi. 2025 Damasning texnik ko'rsatkichlari sodda, ammo o'z vazifasini aniq bajaradi. Mexanik uzatma, oldingi gildiraklardan tortish tizimi va yengil konstruksiya avtomobilning umumiy ishonchliligini oshiradi. Salon qismi keng emas, ammo to'g'ri joylashtirilgan o'rindiqlar va amaliy boshqaruv panellari haydovchi uchun qulay muhit yaratadi. Yuk tashish imkoniyatlari ham yaxshi bo'lib, orqa qismida yetarli bosh joy mavjud. Damas ko'p yillardan beri tadbirkorlar, yetkazib beruvchilar, kichik savdo bilan shug'ullanuvchilar va umuman arzon transport vositasiga muhtoj bo'lganlar uchun eng yaxshi ko'makchilardan biridir. 2025 model ham shu an'anani davom ettiradi. Uning narxi nisbatan qulay bo'lib, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari ham yuqori emas. Avtomobilning ehtiyot qismlari juda oson topiladi va arzonligi bilan ajralib turadi. Xavfsizlik tizimlari ham oldingi modellarga qaraganda yaxshilangan bo'lib, mustahkamlangan kuzov, yaxshilangan tormoz tizimi va umumiy boshqaruvda barqarorlik ta'minlanadi. 2025 Chevrolet Damas